Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 8-sinf O'zbekiston tarixi darsining 10-mavzusi Buxoro xonligida harbiy ish mavzusi bilan batafsil tanishamiz. Ma'lumki, har qaysi davlatning siyosiy nufuzi ko'p jihatdan qo'shinning qudratiga bog'liq ekanligi tarix isbotlagan haqiqatlardan biridir. Shuning uchun ham Shaybonlar ham o'z davriga yarasha qudratli qo'shin tuzishga muvaffaq bo'lganlar. Va ularning muvaffaqiyatlari ortida albatta ushbu harbiy kuch muhim o'rin tutganligini ko'rishimiz mumkin. Kelinglar qo'shin tarkibi bilan tanishamiz. Qo'shin tarkibi asosan otliq va piyoda askarlardan iborat bo'lgan. Tuzilishga ko'ra qo'shin qalb, o'ng va chap qanot, manglay, ilg'or, manglay qorovul, tuxchi, harovul kabi qismlarga bo'lingan. Qo'shin tuzilishi uning harbiy yurishlar davrida harakati tizimli va tartibli bo'lgan. Qo'shinning asosiy o'ng qanot va chap qanot tashkil qilgan. O'ng qanot Barong'or, chap qanot Javong'or deb yuritilgan. Hamda orqa qism Hirovul deb yuritilgan. Qo'shinning markaziy qismi qalb deb atalgan. Qo'shin harbiy yurish boshlangan vaqtda uning oldida ilg'or deb ataluvchi qism yurgan. U yo'lning xavfsizligi, pistirma qo'yilmaganiga javobgar bo'lgan. Ilg'ordan keyingi qismlarda esa mangla, ya'ni avangard qismi bo'lgan. U qalbni dushmanning bexosdan qilinadigan hujumlardan himoya qilish bo'lgan. Umumiy qo'shinning himoyasi uchun esa bu qorovul bo'linmasi javobgar bo'lgan. Katta va kichik o'g'illar maxsus qism bo'lib, ular oliy bosh qo'mondon va sarkardalarni himoya qilish bilan shug'ullangan. O'ng va chap qanotlarni qo'riqlovchi maxsus qism ham bo'lgan. Bu chanoq deb yuritilgan. Oliy bosh qo'mondonning buyruqlari sarkardalarga yetkazish bilan maxsus choparlik xizmati shug'ullangan. Ya'ni ular hukmdorning topshiriqlarini to'g'ridan-to'g'ri sarkardalarga yetkazib turgan. Va har bo'linmada davlat bayrog'ini ko'tarib yuruvchi, uni qo'riqlovchi tuxchi qismi ham faoliyat yuritgan. Qo'shin tarkibida bundan tashqari dushman tomonidan asir olib kelinadigan maxsus bo'linma bo'lgan. Ya'ni qo'shinning joylashuvi haqida, dushman haqida ko'proq ma'lumot olish uchun dushman tomonidan asir olingani olib keluvchi maxsus bo'linma bo'lgan. Ularning nomi zabongiri deb nomlangan. Razvedka bo'linmalari bo'lgan. Bular xabargiri nomi ostida e'tirof etilgan. Harbiy harakat vaqtida oliy bosh qo'mondon uchun maxsus rasmiy qabul marosimi o'tkazilgan joy tashkil qilingan. U bargoh nomi bilan e'tirof etiladi. Xon qo'shinning oliy bosh qo'mondoni sanalgan. Qo'shinning o'ng va chap qanotlari hamda qalb Shayboniy sulton va shahzodaga topshirilgan bo'lgan. Misol uchun 1512-yilda Shayboniylar va Safaviylar o'rtasidagi jangdan misol oladigan bo'lsak, qo'shinning qalb qismiga Ubaydulla sulton, o'ng qanotiga Shayboniy xonning o'g'li Muhammad Temur, chap qanotiga Kuchkunjixonning o'g'li Abu Said sultonlar qo'mondonlik qilganini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, harbiy ishlar bilan shug'ullanuvchi yana bir mansab bo'lib, bu tavochi deb yuritiladi. Tavochi harbiy askarlarni to'plash va ularni harbiy yurishga tayyorlash masalasi bilan shug'ullangan. Hozirgi zamon tili bilan aytganda, bu mudofaa tumanlaridagi mudofaa bo'limlari bilan taqqoslasak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyingi mansab bu jevachi mansab bo'lib, ushbu vazifada xizmat qilgan shaxs qo'shinni qurol-yarog' bilan ta'minlash masalasi bilan shug'ullangan. Zarurlarni ishlab chiqartirgan, zarurlarni chetdan olib kelgan va qo'shinni shu bilan ta'minlangan. Bundan tashqari xonning qurol-yarog'iga ham aynan ushbu shaxs javobgar bo'lgan. Oliy bosh qo'mondon va sarkardaning alohida topshiriqlarni bajaruvchi mansab ham bo'lib, u yasovul deb nomlangan. Xonning qo'riqlovchisi, ya'ni xonni qo'riqlash bilan shug'ullanuvchi mansab bo'lgan. Biz hozirgi kunda uni tansoqchi deb nomlaymiz. Bu qurchi mansabdagi shaxs ushbu ish bilan shug'ullangan. Hukmdor bilan birgalikda yonma-yon davlat bayrog'i ko'tarib yurilgan. Unga javobgar shaxs esa yalovbardor deb yuritiladi. Mamlakatda harbiy qurolsozlik ustaxonasi ham bo'lgan. Aynan ushbu qurol aslahalarni ko'tarib yurish bilan, ishlab chiqarish bilan qo'rboshi shug'ullanganligi haqida ma'lumotlar mavjud. Kelinglar, Shayboniylar va Ashtarxonlar davrida qurol-yarog'larning tarkibi qismidan tanishsak. Qo'shin asosan o'q-yoy, nayza, bolta, qilich, qalqon,
cho'qmor kabi qurollar bilan qurollangan. Qurollarning asosiysi o'q yoy bo'lgan. Ya'ni biz uni kamon ham deb ataymiz. O'qlar asosan sadoq deb nomlanuvchi maxsus idishda solingan bo'lgan. Biz buni kinolarda yoki multfilmlarda ko'p bora ro'baro bo'lganmiz. Askarlar o'zini himoya qilish uchun sovut va dubulg'adan foydalanishgan. Hattoki shayboniylar davrida tufang, ya'ni miltiq bilan qurollangan guruh tufangdozlar ham bo'lgan. 16-asr boshlaridan boshlab ushbu tartib joriy bo'lgan. Dastlab tufanglar stvoli misdan yasalgan bo'lgan. Stvol bu o'q chiqib ketadigan uzun trubaga o'xshagan qismi stvol deb nomlanadi. O'sha stvol asosan misdan yasalgan. Keyinchalik stvoli temirdan bo'lgan qurol-yarog'lar Usmoniylar davlatidan olib kelinganligi manbalarda qayd qilingan. 17-asrda ham o'q-yoy va otliq askar qo'shinning asosiy qismini tashkil qilgan. Bu esa bizning diyorlarimizda qo'shinning rivojlanish nuqtai nazaridan zamonaviy qurollarga o'tish nuqtai nazaridan orqada qolayotganidan darak beruvchi omillardan biri sanaladi. Bu vaqtlarda 16-17-asrga kelib otlarni o'qlardan himoya qilish uchun maxsus yopinchiqlardan foydalanish tartibi joriy bo'ldi. Ular ustiga maxsus kijim deb nomlanuvchi yopinchiq yopilgan. Ushbu yopinchiq bizning atrofdagi mamlakatlar ishlab chiqarishdan tashqari hatto Yevropadan ham olib kelib foydalanganligi bilib ko'rishimiz mumkin manbalarda. Harbiy harakatlarda naftandoz, ya'ni neft yondirib otuvchi, manjana, tosh otuvchi kabi moslamalardan foydalangan. Bu dushman qo'shinini o'rtasida sarosima keltirib chiqarish, devorlarni buzish maqsadida ham foydalangan. Keyinchalik esa qo'shinda maxsus zambaraklardan foydalanish tartiblari ham joriy bo'lgan. Afsuski, Ashtarxonlar hukmronligi davrida xonlikning iqtisodiy taraqqiyoti tobora pasayib borgan. Uning asosiy sababi markaziy hokimiyatning nihoyatda kuchsiz bo'lib qolganligi edi. Bu esa iqtisodiy tanazzulni keltirib chiqardi va Ashtarxonlar davrida xonlik muntazam qo'shin saqlay olmadi. Bu esa keyinchalik mamlakatning tanazzuliga va hokimiyatga yangi sulola kelishiga sababchi bo'lgan. Biz mana 10-mavzu bilan, ya'ni Shayboniylar va Ashtarxonlar davrida harbiy ish masalasi bilan batafsil tanishdik. E'tiboringiz uchun rahmat.